Quduqsiz man hech narsa qilolmas ekanman. Ekinlarim va boshqa narsalar. Bu quduqni ham olib ketishdi. Sababi quduqdan sifatli suv chiqmayapti ekan. Barchaga salom. Sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsizlar mani yangina videomga. Quduqsiz ham qishlog'imiz mana bu yer g'alati bo'lib qolar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerdan quduqni buzib tashlashdi va o'zlari boshqa payt yana yangi qurishmoqchi. Chunki quduqdagi suv sifatli chiqmayapti. Ana bu yerda ham suv bor, chunki u yerdagi suvlar harom bo'lib yotibdi obunachilar. Bilmadim endi nima qilaman, balkim yangi quduq qurarman. To'xtanglar. Obunachilar nima qilibdi axir? Yangi quduqni o'zim qursam hech narsa qilmaydi-ku. Ishimiz ham osonlashadi. Mendan ajoyib videolar chiqyapti Kompot. Obunachilar, iltimos siz tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosing. Sizga qaysi youtuber yoqadi kanalimizga? Xullas, sizga qaysi youtuber yoqadi? Davay, kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar. Salom Kompot, nima qilyapsan? Salom qishloq, yaxshimisan? Yaxshi Kompot, nima quduq haqida gapiryapsanmi? Qishloq. Xullas, men o'zimga emas, barchaga yangi quduq qurmoqchiman. Nima deyapsan Kompot? Nima yomonmi? Nima qilibdi? Yangi quduq quraman. Bu har xil o'zimning ranglarimdan foydalanib, qizil, ko'k degandek. Mayli, bilmadim Kompot. Ko'ramiz qanday quduq qurarkansan. Mayli, bo'pti, men narsalarni olib kelay. Obunachilar, men narsalarni olib keldim. Qishloq hali ham ketmadingmi? Yo'q, seni qanaqadir ahmoqona qudug'ingni ko'rmoqchiman, qanday qurarkansan. Qishloqqa nimalar deyapsan? Nima qanaqa ahmoqona, ajoyib quraman. Mana bunday o'zimning ranglarimdan, skinimdagi ranglardan foydalanib, o'zimga mos quduq quraman. Nima, faqat demak o'zing uchun quryapsanmi? Yo'q, qishloqqa hamma uchun. Nimaga bo'lmasa o'zingni skiningdan foydalanyapsan, ranglardan? Qiziqroq chiqadi-da qishloqqa. Nima faqat bir xillik bo'laveradimi? O'zgarish kiritishimiz kerak. Bilmadim Kompot, sen vamsha qurolmayapsan quduqni. Qara, rasvosini chiqarding, 2 marta xato qilding. Men sendan yaxshiroq quduq qurardim. Mana bu yerga bitta blok yetmadi. Aytyapmanki, sen yaxshi qurolmaysan Kompot. Qishloqqa nimalar deyapsan? Nimaga yaxshi qurolmas ekanman? Mana quryapman-ku. Yo'q Kompot, men sendan ajoyib va zo'rroq, bundan zo'r quraman. Yo'q qishloqqa. Davay bo'lmasa, jang qilamiz Kompot, quduqlar jangi. Men o'zim uchun quduq quraman, tushunyapsanmi Kompot? Qishloqqa nima deyapsan? Nima, yoki qo'rqyapsanmi Kompot? Davay quduqlar jangini qilamiz Kompot, ajoyib bo'ladi. O'zing bilasan, mayli. Xullas, obunachilar, qishloqqa bilan biz o'zi quduqlar jangi o'ynaymiz. Qani kimniki yutadi? Davay, menga yordam beringlar. Meniki yordam bermasangizlar ham men baribir qishloqni yutib qo'yaman-ku. Uni yutish easy-ku, obunachilar hamma yuta oladi. Mayli, davay, bo'lmasam qurishda davom etamiz. Endi tepasi qoldi, ajoyib. Mana bunday qilamiz. Bo'ldi obunachilar, menimcha ajoyib chiqyapti. Sizga bu qurgan qudug'im yoqyaptimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozinglar. Qishloqqa qanday bittada qurding? Aytyapman-ku, men sendan tezroq quraman Kompot, tushunyapsanmi? Men sendan zo'rroq va zo'r quduq quraman. Qishloqqa juda ko'p maqtanib yuboryapti. Obunachilar, oxirida ko'rasizlar kimni qudug'i sizga yoqadi. Kommentariyaga yozib ketishadi. Mayli Kompot, davay ishingdan qolma. Okey, mayli. Endi mana bu yerga suv chiqquncha qazishimiz kerak obunachilar. Let's go. Okey. Obunachilar, mana suv chiqdi, ajoyib. Endi bu yerni mana bunday qilib, xullas chiroyli qilib tagini yopishimiz kerak. Suvni tepaga ko'tarib, shunday qilib, xullas o'zlaring tushundinglar. Mana obunachilar, men qilib bo'ldim. Okey, juda ajoyib. Kompot, men ham suv chiqarib to'ldirib bo'ldim. Rostdanmi, birpasdanmi qishloqqa? Qani? Ajoyib, qanday u qishloqqa? Aytyapman-ku, men sendan tezroqman Kompot. Men ham birpasda qilib bo'laman hamma narsalarni. Mayli qishloqqa, yaxshi ketyapsan. Ajoyib. Mayli obunachilar, siz tezroq kanalimga obuna bo'linglar. Okey, endi men
Mana bu suvni sehrlashim kerak obunachilar. Bunga shirin ta'm qo'shaman suvga. Tushunyapsizlarmi? Mana menda kitoblar bor obunachilar. 3 ta kitob bor. Omadli xullas shunday. Mana bu yerda esa menda mana bunday suvlar bor. Bularni mana bu quduqdagi suvga qo'shsak shirin bo'ladi va ta'mi ham xuddi boshqacha bo'ladi. Hammani ichgisi keladi. Davay bunday qilamiz. Okey, endi mana bu kitoblarni taylaymiz. Qani, davay suvdirangiga kir. Davay tezroq obunachilar. Davay bo'la qolsin-chi. Qani. O, mana bittasi bo'ldi. Davay. O, ishimiz o'xshadi obunachilar. Ajoyib bizlarni ishimiz o'xshadi. Ajoyib. Voy kapot, men ham bo'ldi, meni ham xullas qudug'imda ta'm, xullas suvi shirin kapot, tushunmayapsanmi? O, mayli, qishloqqa to'xtab tur. Okey, bo'lmasam davay quduqlarni jangini boshlaymiz, ya'ni quduqlar jangini boshlaymiz qishloqqa. Oxirida obunachilarim aytadi, davay bo'lmasam seni qudug'ingni ta'mini xullas ichib ko'raychi. Yaxshi, ajoyib qishloqqa, yaxshi. Mayli kapot, endi senikidan ichib ko'raman. Qani ichib ko'raylikchi. Okey. Kapot, malades, senikini ham ta'mi zo'r ekan. Menga yoqdi lekin. Qishloqqa rahmat, senikini ham suvingni, ya'ni qudug'ingni ta'mi zo'r ekan. Davay bo'lmasam keyingi tilaklar shartiga o'tamizlar. Okey, mana obunachilar, bizda mana bunday tangaga o'xshagan narsa bor. Xullas buni quduqqa tashlaymiz. Bizga qandaydir narsalar beradi. Qani qishloqning qudug'i qanaqa ekan? Davay kapot, boshlay qol. Okey, bo'lmasam boshlaymiz obunachilar. Qani mana buni tashlab yuboramiz. Ajoyib. Menga qandaydir kiyimlar berdi qishloqi. Qani kiyib ko'rchi, qanaqa ekan? Nima bu, samurayning kiyimlarimi qishloqi? Yo'q kapot, aldamayapsanmi? Kiyib ko'rchi. Qaniki, ana qilishni ham olamiz. Obunachilar, men samurayman. Obunachilar, mana buni qaranglar, himoyani. Ajoyib, menda endi samurayning kiyimi bor ekan. Ajoyib obunachilar, qishloqning qudug'i menga yoqdi. Kapot, sen rostdan ham samuraysan. Hodi. Davay bo'lmasa, men endi sinab ko'raman. Menda ham tanga bor. Okey, endi buni tashlaymiz obunachilardan. Hozir ko'rasizlar, qani kapotga qanday ekan. Bunday qilamiz degan. Mana bunday tashlaymiz. Xo'sh, nima bo'ldi hozir? Nima bo'ldi obunachilar? Hech narsa bo'lmadi-yu. Qani kapot, hech narsa bo'lmadi-yu. Qishloq ortingga qara. Mana bu nima bo'ldi obunachilar? Nima mana bu? Traktorga obunachilar bu. Voy, ajoyib. Men ikkilarimni qiynalmay endi tozalay olaman. Menda endi traktor bor. Ajoyib. Kapotning qudug'idan traktor chiqdi. Ajoyib. Bu menga juda yoqdi obunachilar. Sizga bu yoqdimi bitaniga? Yozib ketinglar. Yaxshi kapot, ikkalamizni ham qudug'imiz yaxshi. Yaxshiroq, men bilaman. Okey, xo'sh, bo'lmasam davay yana bitta endi tilaklar aytamiz. Kimni qanaqadir tilagi bo'lsa, o'shani aytadi va tangani tashlaydi. Qani quduq rostdan ham buni chiqarib beradimi? Davay bo'lmasam men tilagimni aytaman. Xullas menga samolyot kerak va xo'sh, davay, menga samolyot kerak. Ajoyib, tepaga ucha olishim uchun xuddi o'shanaqa narsada. Xullas men samolyot so'ragandim-ku, lekin bu samolyot emas-ku qishloqi. Nima vertolyotga bu? Nima farqi bor? Uchishni istayapsan-ku o'zing kapot. Lekin men samolyot so'ragandim qimmatbaho. Mayli, aytolmadim-ku. Mayli obunachilar, mana bu vertolyotni qaranglar, men samolyot so'ragandim. Mayli qishloqqa, hech qisi yo'q. Nima kapot, bu bilan meni qudug'im rasvo, ya'ni qishloqning qudug'i yaxshi emas demoqchimisan? Bilmadim men. Davay menikini sinab ko'r qishloqi. Yaxshi, men ham sinab ko'raman. Xullas, men o'zimga juda katta uy xohlayman. O'zimnikidan ham katta, hashamatli uy xohlayman. Qani, endi bunday qilib asta taylaymiz. Davay. Okey, mana tayladim. Xo'sh, qani, hech narsa bo'lmadi-yu. Kapot, inventarimda g'alati narsa paydo bo'ldi. Qishloqqa, davay uni sindirib ko'rarsan balkim. Davay sindirib ko'r yerga qo'yib. Mayli, to'g'ri aytasan kapot. Qani, ichidan nima chiqar ekan? Uy chiqsa men juda ham xursand bo'lasan. Qani bizaylik. Mana bu nima bo'ldi? Qaranglar, mana buni ajoyib-ku bu.
Aytdim-ku, men senga qishloqni sindirib ko'rdim. Ajoyib, meni qudug'im senga yoqdimi qishloqi? Yaxshi kapot, to'xta, men oldin uyga kirib chiqay. Hashamatli uy so'ragandim-ku, bu ham hashamatli ekinlar. Bu yerda juda ko'p sandiqlar, bu yerda maza qilib o'tirsam bo'ladi. Mana bu uy shinamgina ekan. Xullas, menga yoqdi obunachilar. Sizga bu uy yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar. Voy, bu yerda pechkalar bor ekan. Maza qilib endi ishlarim yengillashadi, lekin keyingi etaj ham bo'lsa ajoyib bo'lasi edi. Mayli, shunisi ham zo'r, menga yoqdi. Sizga bu uy yoqdimi? Yozib ketinglar. Kapot, bu uy menga juda yoqdi, juda zo'r uy ekan. O, yaxshi qishloqqa yoqqanidan xursandman. Ajoyib. Mayli bo'lmasam qishloqqa videoni tugatadigan vaqt ham kelib qoldi. Obunachilar, sizga kimni qudug'i yoqdi? Qishloqinimi yoki menimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar. Barchaga xayr. Davay, bo'pti, kommentariyaga yozib ketinglar, bizlar kutib o'tiramiz. Mana bu meni qudug'im, bu esa qishloqiniki. Sizga qaysi biri yoqdi? Xullas, barchaga xayr, yozib ketinglar.